Assalomu alaykum obunachilar. Xo'sh, bugun sizlar bilan Delisi Komilov. Xo'sh, bugun sizlar bilan Delisida bir kunda men nima qilishim haqida sizlarga gapirib o'taman va ma'lumotlar beraman. Siz ham bilmagan ma'lumotlaringizga, bilmagan narsalaringizni bilib olasiz. Qani bo'lmasam biz videomizni boshladik. Xo'p, men Delisiga birinchi bo'lib kirishim bilan mana bu yerda kunlik bonuslarni olaman va men bularni olib bo'lganim uchun keyingisiga o'tamiz va men har kuni kelib mana shu yerdagi shartlarga qarayman. Bajara olsam bajaraman, bajara olmasam bajara olmayman deyman. Va mana shu olmoslarni olaman va haftaliklarni ham bajaraman. Xo'sh, keyin mana bu yerlarga qarayman va bu yerdan 4 ta olmos olsa bo'ladi, 40 ta olmos olsa bo'ladi. Shularga harakat qilaman. Va har kuni men hech bo'lmaganda bitta dona bo'lsa ham Dream League Live o'ynayman. O'zim o'ynayman yoki do'stlarim bilan o'ynashim ham mumkin do'stlar. Xo'sh, keyingisi bitta ssenariy aniq o'ynayman do'stlar. Xo'sh, va men mana bu yerdan hech bo'lmaganda kuniga 10 ta mash o'ynayman. Va mana bu yerga kirib men klanlarimni ko'paytiraman va sovg'alarga harakat qilaman. Siz nimalar qilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Xo'sh, bo'lmasam biz videoni davom ettiramiz. Bo'lmasam o'yinni boshladik. Xo'p, har kuni hech bo'lmaganda men 10 ta match o'ynayman. Siz nechta o'ynaysiz bilmadim. Men 10 ta o'ynayman. Va har kuni tangalari va olmoslarni ko'paytirib boraman. Va shulardan sizga bir ko'rsatib o'taman. Va men har bitta o'yinda bitta chiroyli gol urishim kerak. Albatta kontent uchun. Xo'p, Salah. Ana. Do'stlar, bitta chiroyli gol. O'zi boshlandi. Birinchi chiroyli golim. Balkim yana urarman. Salahdan ajoyib gol do'stlar. Muhammad Salah va ajoyib gol. Yaxshi gol bo'ldi. Davom etamiz. Kommentariyada yozib qoldiring. Bir kunda siz Delisida nimalar qilasiz? Ya'ni 24 soat davomida. Xo'sh, biz o'yinimizni davom ettiramiz. Aziz obunachilar, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xo'sh. Alisson Mbappe oladi. Va men har kun tangalar yig'aman, chunki tarkibimni full qilishim kerak. Shuning uchun har kuni men tanga yig'aman va bu tarkibni full qilish videosini ham hali chiqaraman do'stlar albatta. Biz davom etamiz. Dembele yaxshimadi. Va yaxshi ketyapmiz. Mbappedan chiroyli gol ursam yaxshi bo'lardi. Xo'p, Mbappe. Endi sal buyoqqa bormasak o'xshamaydi do'stlar. Va Kylian Mbappe. Mbappedan ajoyib. Xo'sh, biz davom etamiz. Do'stlar, biz davom etamiz. To'xtab qolish yo'q. Siz ham kanalga obuna bo'ling. Har kun 8:00 da endi video chiqadi do'stlar. Xo'p. Endi nima desam ekan? Bir kun Delisida nima qilasan desangiz, bir kun men Delisida kontent qilaman. Mana shunaqa. Ajoyib save. Har kun kontent qilishga majburman do'stlar. Kontent qilmasam bo'lmaydi. Siz ham obuna bo'lib qo'ying. Alissonni men Google'ga qo'ydim. Bu prosta sizlar uchun. Birortada hech kim yo'q hozir. Ishonmasangiz mana ko'rsaman. Endi kelyapti Alisson. Alisson mana shunaqa fintlar ham qilamiz Alisson bilan. Albatta zerikkanda. Xo'sh. Ba'zi vaqtim bo'lganda ko'proq tanga yig'aman, ba'zi vaqtim bo'lmaganda esa kamroq tanga yig'aman, ya'ni kamroq o'ynayman. Siz kuniga necha marta o'ynaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Men eng ko'p bilan 34 marta o'ynaganman bir kunda match. Bu juda ham ko'p do'stlar albatta.
To'g'risi ko'zim oqib tushay degan, lekin o'sha payt o'ynaganman do'stlar. Sizlar uchun harakat har doim. O'shanda menga tangalar kerak bo'lgan. Tarkibimni kuchaytirmoqchi edim. Xudo xolasa, keyingi yoki undan keyingi videolar tarkibni full qilish videosi bo'ladi. Albatta, u bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Katta proyektga qo'yayotganman. Bruno Fernandes. Yaxshi ketyapmiz do'stlar. Rudiger, Kylian Mbappe. Xo'p. Remiro degan ekan. Dembele dan ajoyib yana bitta chiroyli gol do'stlar. Men chiroyli gol urmasam bo'lmaydi, bilasizlar. Menejerimizga ko'rdingizlarmi? Shlyapasini ajoyib. Dembele. Oy, ajoyib gol do'stlar. Dembele. Xo'p. Van Dijk. Menimcha vaqtimiz tugadi do'stlar. Qani ko'ramiz bizga nimalar berar ekan. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Va bizga mana shularni berdi. Men bir kun DLC'da har kuni har video nimada o'yin o'ynab bo'lgandan so'ng mana shu 200 tani olardim, tangani. Lekin hozir bizda internet tarmog'i yaxshi ishlamayotgani uchun ola olmayman, mayli. Umid tushundirmaymiz va men har kuni bitta o'yin o'ynagandan keyin 100% transfer bo'limiga kiraman, o'yinchilarni ko'raman. Arzon o'yinchilar bo'lsa sotib olaman yoki katta o'yinchilar bo'lsa ularni ham sotib olaman. O'sha yaqinda yana bitta agent ochamiz. Xo'sh, bu yerda bizga yangi paklar kelibdi. Yaxshi do'stlar, xo'sh. Men ana shuni oldinlar faqat bajarardim, lekin hozir bajara olmayman, chunki juda ham qiyin. Xo'sh, endi keyingisiga o'tamiz. Endi bitta ssenariy o'ynab ko'ramiz do'stlar. Ketdik. Men har kuni hech bo'lmaganda bitta ssenariy o'ynayman. Bugun ham mana bitta ssenariy o'ynaymiz do'stlar. Xo'sh, biz Belgiya ekanimiz. Kevin De Bruyne. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Video yaxshi ketmoqda, atakka o'tkazamiz buni. De Bruynedan gol. Men har doim gol uraman do'stlar, chunki bu yerda nima desam ekan, durang o'ynash kerak ekan, lekin biz hozir yutamiz. Xuddi bu yerda jang ketyapti. Muhammad Salahga qarshi De Bruyne. Ajoyib kuchlilar. Xo'sh, De Bruyne, Muhammad Salah desangiz men bilmadim, lekin menimcha Salah kuchliroq. Ya'ni hujumchi bilan yarim himoyachini taqqoslash sal xato ish va De Bruynedan o'zib pushka tepamiz va yaxshi. To'xtanglarchi. De Bruynening udari 80 ekan. U yomon emas. Vay, bu yerda Onana bor ekan-u. Qizil kartali player. Lukaku bilasizlar qanaqa futbolchiligini. Ajoyib gol bo'lishi mumkin edi. Doku. Lukaku do'stlar. Naqd 9 talga kirardi. De Bruyne'ga shunday pas bersak urardi, lekin Lukaku yana bitta imkon pas bermadi va o'zi yaxshi vaziyatlar bo'lyapti. Prosta nima desam ekan, o'zim yaxshi o'ynay olmayapman. Tushunasizlar? Bo'lib turadi. Xo'p. Tugadi. Qanimizga nimalar berar ekan? Yaxshi do'stlar. Ajoyib narsalar berdi. Xo'p, mana do'stlar, men nima qilishimni bilib oldingiz. O'yinda match o'ynayman, challengelar bajaraman, haftalik shartlarni bajaraman, olmos va tangalar yig'aman, sezon pass yig'aman mana bu yerdan va
klanimni to'ldiraman. Klassik playerlarga yig'aman. Ya'ni ana shu har kuni men yig'ib hamma narsalarimni ko'paytiraman. Xo'sh, siz nima qilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Bir kun DLC 26 da. Xo'sh, keyingi videoda ko'rishguncha sizlar bilan DLC Komilov edi. Xayr.